Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan drop downlarni ko'rib chiqamiz. Drop down bu sizlarni jadvalinglarga juda ham bir qulaylik hamda tartib beruvchi ajoyib bir vosita. Drop down qanday holatlarda qo'llaniladi? Aytaylik, sizda sotuvchilaringiz bor va sotuvchilaringizni har safar savdoni, ya'ni sotuvni amalga oshirganda siz ularni savdolarini qo'lda qayd qilib borasiz. Ya'ni Dildora Niyozova aytaylik, 20 dona daftar sotdi va yana Dildora Niyozova boshqa sotuvni amalga oshirdi. Aytaylik, qalam sotdi deylik, lekin biz bu safar Dildora Niyozovani Dildora Niyozova emas, Niyozova Dildora deb kirgizib qo'ydik. Hozir bizda agentlarimiz soni 2 ta emas, 3 ta. Sababi Dildora Niyozova hamda Niyozova Dildorani bizning dasturimiz alohida ko'radi. Shuning uchun shunaqangi holatlarni oldini olish uchun, kelajakda kutilishi mumkin bo'lgan xatoliklarni oldini olish uchun biz drop downlarni qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Drop downlarga biz data, ya'ni ushbu paneldagi data orqali, data validation orqali kirishimiz mumkin va biz bu yerda qoida qo'shamiz. Birinchi ustunda so'rayaptiki, apply to range, qaysi diapazonga senga drop downlarni yasab beray, qo'yib beray deyapti. Hozir ko'rib turganinglardek biz birinchi S2 dan E4gacha bo'lgan diapazonni olganligimiz uchun bizga ushbu jadvalga to'laligicha qo'yib berdi. Biz buni S2 dan S'gacha qiladigan bo'lsak, bizga S ustuni bo'yicha hozir drop downlar paydo bo'ladi. Bu yerdan mana ko'rib turganinglardek drop downlar tushdi. Bizda bu yerda drop downlarni tanlaganimizda bu yerda kriteriya bo'limi bor. Drop downda qoladi hozircha. Biz bu yerga o'zimizning opsiyalarimizni kiritishimiz mumkin. Ya'ni agentlarimizning nomlarini. Va agar yana qo'shimcha agentlarni qo'shadigan bo'lsak, mana bu yerdan add another item qilib qo'shishimiz mumkin. Va bularni tartibini tepaga, pastga tortish orqali o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Mana drop downlarning ustiga boradigan bo'lsak, bizda agentlarimizni nomlari kelib chiqyapti. Keyingi safar endi biz ro'yxatdan agentlarni shunchaki tanlab qo'ysak bo'ldi. Qo'limizda qayta yozib chiqishimizning aslo hojati yo'q. Bu yerda kengaytirilgan imkoniyatlari bor. Buni ustiga bosadigan bo'lsak, bizda qo'shimcha imkoniyatlari chiqadi. Agar biz mana bu, keling bundan boshlaylik. Agar biz allow multiple selections ustiga bosib qo'yadigan bo'lsak, bizda agentlarimizni bir vaqtning o'zida bir necha agentlarni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Agar biz ushbu galочкani olib qo'ysak, faqatgina bitta agentni tanlashimiz mumkin. Endi agar biz yana bitta holat bor, kutilishi mumkin bo'lgan, ya'ni biz ism yozib yuborishimiz mumkin ushbu ustunimizga. Shunday holatda biz bu yerga o'zimizni ogohlantirishimizni chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda ko'rib turganinglarda inglizchada biz shuni o'zbekchaga o'zgartirib olishimiz mumkin. Buning uchun biz bu yerga galочка qo'yamizda va bu yerga ogohlantirish so'zini yozib qo'yamiz. Iltimos ro'yxatdagi ismlardan tanlang. Mana, agar endi siz adashib boshqa ism yozadigan bo'lsangiz, bu yerda sizga ogohlantirish beradi. Bundan tashqari, bu yerda boshqa stillar ham bor. Ya'ni siz array formulalarni ko'rinishini sizga yoqadigan holatga keltirishingiz ham mumkin. Mana oxiridagi plain text tanlaydigan bo'lsak va buni ustiga bosadigan bo'lsak, bizda agentlarimiz o'zi kelib chiqadi. Endi keling sizlar bilan ikkinchi holat, drop downni ma'lum bir diapazondan tanlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz
drop down from a range degan joyni bosamizda va bizda ushbu kichkinagina bo'limcha paydo bo'ladi va shuni ustiga bosamiz. Bosganimizda bizdan so'raydi. Diapazonni tanla deyapti. Buni o'chirib yuboramiz birinchi. Diapazonni tanla deyapti. Bizda asosan drop downlar bilan ishlaganda sizda agar ro'yxatlar katta bo'ladigan bo'lsa, alohida bitta listga spravishnik tayyorlab olish tavsiya qilinadi. Sababi siz har safar agar agentlaringiz yangi agentni ishga olganingizda yoki yangi agentlarni ishdan bo'shatganingizda agentlarni nomlarini, ya'ni bu data validationga kirib, u yerdan yangi qoidalarni qo'shib chiqishga sizga hojat bo'lmaydi. Shuning uchun biz alohida bitta spravishnik ochamiz-da, shu diapazonga to'liq bir ustunni, agentlar ustunini belgilab qo'yamiz. Ko'rib turganinglardek, bizda barcha agentlarning nomlari paydo bo'ldi. Aytaylik, Alisher Uzoqov. Alisher Uzoqovni men spravishnikka yana qaytadan yozib yuborsam, bu meni ro'yxatimga aslo ta'sir qilmaydi. Lekin adashib yozadigan bo'lsam, bu meni ro'yxatimga chiqishi mumkin bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu yerda Alisher Uzoqov bitta, Durdona Dildora Qurbonova yangi qo'shilgan agentimiz pastda chiqib turibdi. Shu qatori bu yerga mahsulotlarning nomlarini ham kiritib qo'yishingiz mumkin. Agar sizda mahsulotlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, u uchun ham alohida bir spravishnik ochib, spravishnikka shu mahsulotlarning nomlarini tushib borishingiz tavsiya qilinadi. O'ylaymanki, sizlar uchun ushbu videomiz foydali bo'ldi. Agar sizda o'zingiz qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda qoldiring. Balkim keyingi safar ushbu mavzular bo'yicha videolar tayyorlashimiz mumkin.